Aka Redmi zo'r deb berganingiz bu qotyapti-ku. Jashustri qiz ekaningizda bering telefoningizni, hozir to'g'rilab beraman, qotmaydigan bo'ladi. Siz esa videomizga like bosib qo'ying va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Telefoningiz iPhone'da qotmasdan ishlashi uchun biz albatta nastroykaga kirib olamiz. Nastroyka bo'limiga kiramiz. Mana bu yerdan poyishdan diagnostika deb yozsak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, использование diagnostika degan joyi bor. Uni yoqib qo'yamiz. Keyingi ishimiz telefonning past qismiga o'tib olamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek расширенные настройки bor. Shunga kirib olamiz. Pastroqqa tushganimizda расширенные памяти bor. Shuni eng yuqori gigabaytga qo'yib olamiz. Ya'ni bizda 4 turibdi va перезагрузитga bosamiz. Bundan keyin Redmi telefoningiz xuddi iPhone'dek tez va chaqqon ishlaydi. Foydali ma'lumotlarni yo'qotmaslik uchun bizning sahifamizga albatta obuna bo'lishni unutmang va like bosib qo'ying.